Salom do'stlar. Sizlar bilan bugun Playmaster kanali. Bugungi videomizda biz ukam bilan favora quramiz. Ukam lavali, men esa suvli favora quramiz. Qani go bo'lmasa. Mana favorani asosini ham qurib oldik. Endi bir katta ro'jlarni qurib chiqamiz. Mana bu qanday katta joylarni qurib oldik. Endi bu xillarni devorlarni qurib, suvlarni qo'ya olamiz favorani. Yaqinda shortslarni viktorina o'tkazganimda survival chiqaraymi yoki orada kreativ ham chiqaraymi deganiga 52 deb qo'ygan ekan. Orada kreativ va survival ham chiqarib turaman. Ikkovidan ko'p chiqarishga harakat qilaman. Sizlardan faqat obuna va like. Mana favorani devorlarni qurib, suvlarni qo'yib oldik. Endi yon taraflarini bezatib chiqamiz. Mana yon taraflarini bezatishga kerak bloklarni olib oldik. Endi yon taraflarini bezatishni boshlaymiz. Mana yon taraflarni bezatishni boshlab ham yubordik. Yana qanaqa viktorinalar o'tkazsak, kommentariyada yozib qoldirasizlar. Agar 100 ta bersak, men sizlarga Chilla Survival 5 va 6 ni chiqaraman. Bu dunyodagi eng qimmat favora bo'ladi. Chunki bu yoniga shishalar va har xil toshlar qo'yilgan. O'sha uchun dunyodagi eng qimmat favora deb baholangan bu.
Mana favorani bezatib bo'ldik. Endi biqinlarini reshetka bilan o'rab chiqamiz. Mana reshetkalarni ham o'rnatib bo'ldik. Endi kirish eshigini quramiz. Bu yerga ikkita eshik qo'yilib ketdi-ku. Nega bunday bo'ldi? Endi tepasidan bunaqa zinachalar deysizlarmi, o'rindiqlar deysizlarmi, bizga hozir bu tom vazifasini bajarmoqda, o'shani qo'yib chiqamiz. Mana ustidagi tomchilarni qurib chiqdik. Endi ustidan deraza qo'yib chiqamiz. Endi aytganimdek, bu yer eng qimmat favora bo'ladi. Kirishni esa 100 ta zumrad turadi. Mana do'stlar, shishalarni ham qo'yib bo'ldik. Shishalarni qo'yib yanimizga xayrlashamiz. Mana qo'yib bo'ldik. Zo'r chiqqan bo'lsa like va obuna. Endi ukamnikini ko'rib kelaylik qani. Ukamniki ham yaxshi chiqqan bo'lsa like va obuna. Xayr do'stlar, sizlar bilan bugun Playmaster kanali bo'ldi.